Sunnatga muvofiq, ukollarsiz, tabiiy, oilam uchun har kimdan olmasdan o'zim professional bo'lib chiqmoqchiman. Ko'plab insonlar dardiga shifo topishiga sababchi bo'lishimiz. 2 yil rosa harakat qilganman, lekin o'xshamagan. O'zimga qo'ygunimcha baribir sal qo'rquv bo'ldi. O'zimga qo'yganimdan keyin sal o'zimga ishondim. O'zim farzandlarim katta bo'lishyapti. O'zimizning oilamizga o'zim hijoma qilishga qaror qildim. Sizni haqiqatda professional hijoma deb bilganim uchun. To'g'risini aytsam, hech kimni ko'rmadim ham, kuzatmadim ham. Siz chiqib qoldingiz, sizni ko'rdim. Tezlikda bo'lib ketdi qarorim. Oilam uchun, eng yaqinlarim uchun sizni tanladim. O'zim 3 yilmi 4 yil oldin hijoma olganman. Menga juda ham og'riqli bo'lgan, izlari haligacha turadi. Keyin sizni ko'rib qolganman, siz hijomaga qiziqib, uyimdagilar uchun ham. Onamni salomatliklari, ko'p davleniyalar oshyapti. Oilamizda kamida 3-4 ta odam hijoma olyapti har 2-3 oyda. O'sha narsaga o'zim sababchi bo'lib, men orqali kimdirlarni tuzalishiga, shifo topishiga o'zim sababchi bo'lgan. Bugungi darsdan ham juda ham zo'r. O'zi qo'rquv yo'q edi. Yana ham o'zimga qilib ko'rib bittada bildim, yaxshi qilib bo'ldi. Ishonchim yana ham ortdi. O'zim oilam uchun, oilam tabibasi bo'lish uchun. Sizni anchadan beri kuzataman. Siz hijoma bo'lgani uchun. Chunki ko'p joylarda ko'rdim, qanaqa qilishayotgan. U kesib tashalganda badanligi shramli bo'lib qolgan ayol kishida bu juda qiyin holat. Shu narsani o'zimizni oilada boshlashni xohladim. Bir kunlik darsdan kutganimdan-da ko'proq narsa oldim. Vaginal yuzilikka o'qishga keldim. Undan keyin yana ham muhabbatim oshib, endi hijoma kursida o'qishga keldim.